Demak, diqqat qilamiz. Bugungi mavzuyimiz demak bioakkumulyatsiya mavzusi. Bioakkumulyatsiya eslab qolasizlar, bu zaharli moddalarning organizmda to'planishi. Ya'ni sanoat chiqindilari, pestitsidlar, DTlar, qo'rg'oshin, og'ir metal, toksinlarni tanada to'planib borishi. Endi demak, bioakkumulyatsiya deb zararli moddalarni tirik organizm tanasida asta-sekin yig'ilib borishi. Bilasizlar, misol uchun oldinlari ko'p mana videolarda tamaki zarari to'g'risida gapirar, to'g'rimi? Tamaki zarari haqida. Tamaki chekkanda insonni o'pkasida og'ir metallar to'planib boradi. Nima uchun og'ir metal deyiladi desa, chunki u metal tanaga tushgandan keyin hech qachon chiqib ketmaydi. Hech qanday yo'l bilan. Ya'ni na terlash orqali, na peshob orqali, na bir nafas olganimizda chiqib ketmaydi. Bu bizni to o'lgunimizcha tanamizda qolib ketadigan modda, og'ir metal. Mana shunday og'ir metallarni misol uchun biz o'zimiz sanoat chiqindilaridan ham olishimiz mumkin ekan. Misol uchun mana sanoat suvni ifloslantiradi, to'g'rimi? Ya'ni o'zidan chiqqan moddalarni ifloslantiradi. Rossiyada qaysidir oblast bor edi, hozir juda ham katta zararlanishga olib kelgan. Ko'lga to'kilgan suvni. Suvga radioaktiv chiqindi to'kkanda va mana shu radioaktiv chiqindi hisobiga o'sha atrofdagi hamma radiatsiya bilan og'rigan. Buni asorati nima desanglar, bir chekkadan bir tushuntirib yuboray. Demak, suvni ifloslantiryapti, to'g'rimi? Bu suv birinchi o'rinda suvotlarni zararlaydi. Suvotlarni iste'mol qiladigan baliqlarni zararlaydi. Suvotlardalik paytda buni yegan baliqlar zararlanadi. Demak, modda bir organizmdan ikkinchi organizmga nima qilyapti? Ko'chib o'tyapti, to'g'rimi? Demak, bir organizmdan ikkinchi organizm ko'chib o'tyapti. Birinchi produsent organizmlar deydi. Keyin birlamish tartibli konsumentlarga o'tdi, ya'ni suvotlar bilan oziqlanadigan baliqlarga o'tadi. Undan keyin mana shu baliqlar bilan iste'mol qiladigan yirtqich baliqlar ham shu og'ir metallar yoki toksinlarni o'ziga yuqtiradi va oxirida uni tutib yegan insonlarda ham xuddi shunday modda yana o'tib qoladi. O'shaning uchun nima deydi? Baliqni har doim yoki biron bir narsa iste'mol qilishdan oldin albatta uni qayerda yetishtirilgani va yoki qayerda ovlanganini nima qilish kerak? So'rash kerak. Shunchaki yeb bo'lmaydi u narsani. Endi demak, buni bir marta yeganda bioakkumulyatsiya bo'lmaydi. Buni muntazam tarzda qilish kerak. Tushuntira oldim? Ya'ni iste'mol qildi, yana yeyapti, yana yeyapti, yana yeyapti. Natijada oz-ozdan tanada nima ko'payib boryapti? Zaharli moddalar, chiqindilar to'planadi. Boya aytganimizdek, bu narsalarga DT, pestitsidlar, keyin qo'rg'oshin, og'ir metal va radioaktiv chiqindilar ham kiradi. Bularning endi asorati nima bo'ladi desa, asta-sekin tanada ko'payib borgan zararli mahsulotlar saraton, yallig'lanish kasalliklari, yuqumli kasalliklarni urchib ketishi, keskin immunitet tushib ketishi yoxud bo'lmasam boshqa muammolarni keltirib chiqaradi. Ya'ni hech qachon bioakkumulyatsiyaning oxiri yaxshilik bilan nima qilmas ekan? Tugamas ekan. Endi qara. Faqat bir martagina tashab to'plab keldida mana bu odam iste'mol qildi va oxirgi konsument organizmda bu to'plandi, to'g'rimi? Faqat oxirgi konsument o'zida turibdi. Lekin bu narsa muntazam ravishda davom etadigan bo'lsa,
Doimo suvo'tlarda ham muammo bor. Doimo uni iste'mol qilgan baliqlarda ham, doimo baliqlar iste'mol qilgan katta baliqlarda ham va doimo uni yegan odamlarda ham muammo bo'ladi. Endi e'tibor ber. Produsent, birlanish tartibli konsument, ikkilamchi tartibli konsument va 3-darajali konsumentlarda hammasida va bular o'lgandan keyin redusentlarda ham muammo kelib chiqayotgan bo'lsa, endi ekologik piramidamizda har bir qavatida muammo kelib chiqdi, to'g'rimi? Ya'ni hammasi zaharlangan. Umumiy tarzda umumiy o'sha ekologik piramidamizda har bir pog'onasi zaharlandi. Endi bu jarayon biomagnifikatsiya deyiladi. Tushunarlimi? Demak, hamma zararlansa, biomagnifikatsiya, faqat bitta organizmning o'zida to'planib borsa, bioakkumulyatsiya deyiladi. Endi bu narsa qaranglar. Jarayon qanday bo'ladi? Zavod suvga zahar tashlaydi. Suvo'tlar shu moddani yutadi. Baliq suvo'tini yeydi, katta baliq kichigini yeydi, odam katta baliqni yeydi. Har bir bosqichda zahar miqdori ortib boraveradi. Endi oqibatda deyapti. Kasalliklar, nerv tizimining buzilishi, saraton va bioakkumulyatsiya mavzusi tushunarlimi? Unaqa og'ir mavzu emasmi? O'rgansa bo'ladi. Samay globin bioakkumulyatsiya bilan biomagnifikatsiyaning farqini bildinglarmi nimaligini? Agar butun ekologik piramida zararlangan bo'lsa, biomagnifikatsiya, agar faqat bitta organizmda zahar to'planib boradi, bioakkumulyatsiya deyiladi. Tushunarli? Yaxshi tushunarli.